Demak, ma'ruf tongli ta'rif birinchi variant 4-savolni tahlil qilishni boshlaymiz. Demak, 4-savol. Quyidagilarni moslang. Demak, bizda elementlar berilgan, ya'ni ularning bosh kvant sonlari berilgan. Bilamiz, bosh kvant son bizda n harf bilan belgilanadi hamda uning ikki xil qiymati bor. Son qiymati hamda harfli qiymati bor. Harflar bilan ifodalangan. Son qiymati 1 dan boshlanadigan bo'lsa, harfli qiymati k dan boshlanadi. 2 bo'lsa l, 3 bo'lsa m, 4 bo'lsa n, 5 bo'lsa o va hokazo ketaveradi shuni singari davomiy qilib. Xo'p, endi bizda shuni singari k beribdi, ya'ni a da k da 2 elektron bor ekan, l da 8 elektron bor ekan, m da 4 elektron bor ekan. Bu nima degani? Birinchi pog'onasida 2 elektron bor, ikkinchi pog'onasida 8 ta, uchinchi pog'onasida 4 elektron bor degan. Jami bu elementda 14 ta elektron bor degan. Xo'p, endi b ni ko'ramiz. b da k da 2 elektron bor ekan, l da 8 elektron bor ekan, m da 8 elektron bor ekan hamda n qavatda 1 elektron bor ekan. Xo'p, bu yerda jami 8 ga 8 16, 2 ni qo'shsak 18, 1 ni qo'shsak 19 ta. Jami bu yerda 19 ta elektron bor. Endi sasda ko'ramiz. Sasda k da 2 elektron bor, l da 8 elektron bor hamda m da 8 elektron bor. Jami 18 ta elektron bor. 18 elektron. Endi d da ko'ramiz. K da 2 elektron bor, l da 8 elektron bor. Xo'p, m da ham 8 ta, n da 18 ta, o da esa 2 ta. Demak, bu yerda ikkovida 20 ta, 16 ta qo'shsak 36 ta, bu yerda 2 ta bilan 38 ta. Demak, jami bu yerda 38 ta elektron bor ekan. Endi men u yerdagi elementlar bilan juftlashim kerak. Demak, birinchi elementimiz bizda natriy ekan. Natriyda 11 ta elektron bor. Demak, birortasida bizda 11 ta elektron yo'q. Demak, natriyimiz to'g'ri kelmaydi. Xo'p, ikkinchi elementimiz bu brom. Brom minus ekan. Brom minus degani o'zida bromda 35 ta elektron bor, lekin u bitta elektron bu yerda minus bo'lgani uchun uni elektronlar soni 36 ta deymiz. Bizda 36 ta elektronga ega bo'lgani ham yo'q, demak davom etamiz. Xo'p, uchinchi element. Bizda oltin yurt 2 minus ekan, bu 2 ta elektron olgan degani, o'zi oltin yurtda 16 ta elektron bor. U 2 ta elektron olsa 18 ta elektron bo'ladi hamda bizda 3 ga s to'g'ri keladi. Hozircha bizda bitta sanal bo'ldi. Endi to'rtinchisi bizda kremniy ekan. Kremniyning tartib raqami 14. 14 ta bo'lsa, bizda unga to'g'ri kelyapti a javob. Demak, 4 ga a bo'lar ekan. Ikkinchisi ham topildi. Endi 5-sini ko'ramiz. 5-si bizda kaliy. Kaliyda 19 ta elektron bor. O'z-o'zidan 5 ga b to'g'ri kelyapti. O'zi b da ham 19 ta elektron bor. Hamda 6-dagi element stronsiy. Sr. Xo'p, unda 38 ta elektron bor. 38 element bu to'g'ridan-to'g'ri d ga to'g'ri kelyapti. Demak, 6 ga d bo'ladi. Endi javoblarni ichidan qo'yib chiqsak bo'ldi. 4 ga a bo'lgan javob 3 ta javobda bor ekan. Demak, men a javob chiqarib tashlayman. Xo'p, endi 4 uchalasi ham to'g'ri. B ga 5 bo'lgan javob bo'lsa 2 ta ekan. Demak, b javobi ham o'z-o'zidan xato. Endi 4 ga a, 5 ga b bo'lgan javoblar 2 ta, lekin 3 ga s bo'lgan javob bitta. Shuning uchun s javob chiqarib tashlasam, menga o'z-o'zidan 4 ga d javobim qolyapti. Xo'p, endi 5-savol. Quyidagi formula berilgan 1,2 molekulasidagi qaysi orbital bo'lmaydi? Birinchi o'rinda uni grafik formulasini to'liq holatda yozib olishimiz kerak. Xo'p, bizda ikkita vodorodlari bor ekan. Xo'p, u qo'sh bog' orqali boshqa uglerodga bog'langan, u esa xlor atomini ushlab turibdi. Xo'p, bu yerda uglerod hamda vodorod ushlab turibdi. Yana qo'sh bog' orqali SH2 ga bog'langan. Buni yozib olamiz. Endi men har bir moddani gibridlanishini topib chiqishim kerak. Xo'p, xlor tashqi o'zi bitta bog' hosil qilgan.
va gibridlanishda qatnashmagan, ya'ni bog' hosil qilishda qatnashmagan elektronlari, bog' hosil qilishda qatnashmagan elektronlari 3 juft. Bir juft bog' hosil qilishda qatnashmagan elektron bitta bog' sifatida sanaymiz. Demak, bu yerda bitta bog'i bor, ikkita bog', uchta bog', to'rtta bog'. To'rtta bog' bilan esa xlor sp3 gibridlangan bo'ladi. Endi uglerod o'zida bitta qo'shbog' saqlasa, u sp2 gibridlangan bo'ladi. Demak, sp2 gibridlangan bu uglerod ham sp2 gibridlangan. Nimaga desak, tarkibida bitta qo'shbog' saqlayapti. Bu uglerod ham sp2 saqlagan. Bu ham sp2. Vodorodlar s orbitallar hamda bu yerda qo'shbog'lar p orbitallar hisoblanadi. Demak, s orbital bizda vodorodlar bor, bu to'g'ri kelmaydi. P orbital qo'shbog'lar, sp2 esa barcha uglerodlar. sp3 bo'lganda ham xlor olardik. Bizda bitta javob, u ham S javob qoldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.